Assalomu alaykum do'stlar, men Kinomanman va bu Tirik qolish filmi. To'satdan butun dunyo okeanlardagi suvlar g'oyib bo'lib, dunyo misli ko'rilmagan vayronkorchiliklar iskanchasida qoldi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi videomiz qahramoni bo'lish uchun o'z ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Karib dengizida baxtli oila o'z yaxtalarida dam olishga chiqishgandi. Tun tushgach o'g'illari Omadbekning tug'ilgan kunini nishonlashadi. Sevinchga qo'ng'iroq qilgan yigiti shahar uzra ulkan qora bulutlar paydo bo'lganligini xabar qiladi va shu damda aloqa uziladi. Sevinch ota-onasiga aloqa uzilganligini aytgach, Oyatilla buning sababi qirg'oqdan ancha uzoqqa ketganliklari ekanligini aytadi. Shovqin sabab tashqariga chiqishgach, kitlar yonginalardan suzib o'tayotganliklarini ko'rishadi. To'satdan yaxta qattiq silkinadi va Oyatilla nimadir yaxtaga zarar yetkazmadimikin deya suvga sakraydi, biroq ko'p o'tmasdan qo'lidan jarohat olib qaytadi. Malika uning yarasini tikib qo'yarkan, ortida nimadir borligini his qilganligini aytgan Oyatillo qayrilishi bilan yaxta parragiga urilib ketganligini aytadi. Yaxta ham yaxshigina shikastlangan edi. Shu sabab yordam chaqirishlariga to'g'ri kelardi. Malika ratsiya orqali aloqaga chiqishga urinarkan, Sevinch hali ham antenna izlash bilan ovora edi. Yaxta ishdan chiqqach, dengizning qoq o'rtasida qolib ketishadi. Oyatilla 4 kunga yetadigan oziq-ovqatlari borligini aytib, baliqchilar kemasi o'tishini kutishlari kerakligini ta'kidlaydi. To'satdan radarlarda nimadir ko'rinadi va tashqariga chiqishgach, ulkan meteoritlar yerga qulayotganligiga guvoh bo'lishadi. Oyatilla meteorit tagida qolib ketmasligi uchun yaxtani ishga tushirishga urinadi. Meteoritlardan biri yonginalarga tushgach, Oyatilla bularning aslida sun'iy yo'ldoshlar ekanligini tushunadi. Ko'p o'tmasdan yaxta dvigateli batamom ishdan chiqadi. Shamol ko'tarilishni boshlagach, ichkarida berkinib olishadi va kompasning ishdan chiqqanligini sezishmaydi. Kuchli to'lqinlar yaxtani yaxshigina silkitishni boshlaydi. Oyatilla bir amallab tashqaridagi qutqaruv jiletlarini olib keladi. Kuchli silkinish sabab Malikaning burnidan qon oqar, Sevinch esa yegan ichganini kirgan joyidan chiqarardi. Shamol borgan sari kuchayib, yaxtaning butun joyi qolmaydi. Tong otgach, oila dahshatli shtormdan omon qolganliklarini tushunishadi. Biroq hammasi endi boshlangan edi. Yuqoriga chiqishgach, dengizdan bir tomchi ham suv qolmaganligini ko'rib, 2 karra dahshatga tushishadi. Kechagina Moviy dengizda, bugun esa cheksiz sahroda qolishgan edi. Endi nima qilish haqida bosh qotirisharkan, Sevinch hali ham yigitchasi bilan gaplasha olmasdan sevgi iztirobida yonardi. Kompasga qaragan Oyatillo qit'alar almashib qolganligini tushunadi. Bunaqasi oxirgi marta 700 yil oldin sodir bo'lgandi. Buni eshitgan Sevinch yigitchasi o'lgan bo'lishi mumkinligini o'ylab battar iztirobga tushadi. Hatto uni tinchlantirishga urinayotgan onasini ham haydab yuboradi. Malika va Oyatillolar qolgan qutgan oziq-ovqatlarni yig'ishtirisharkan, Omadbek omadimiz kelar deya kimdir ko'rib qolishi uchun havoga sharlarni uchiradi. Ratsiyani ishga solgan Oyatilla Shamshod ismli erkak bilan aloqaga chiqadi. U suv osti kemasi kapitani edi. U ham sahroda qolib ketgandi. U yerning magnit qutublari o'zgarganligini, shu sabab okean suvi qochib, quruqlikni suv bosganligini ma'lum qiladi. Uskunalar qandaydir harakatlarni ko'rsatayotganligini aytgan Shamshod bir haftadan so'ng okean joyiga qaytishi mumkinligini taxmin qiladi va ularga yuqoriroqqa chiqib olishni maslahat beradi. U sherigi shtorm vaqtida halok bo'lganligini va suv osti kemasida faqat 3 ta odamga joy borligini aytadi. Er-xotinlar uni bolalarni qutqarishga ko'ndirishadi va Shamshod ularga koordinatlarini ma'lum qiladi. Oyatilla suv osti kemasini topishlari uchun 2-3 kun kerak bo'lishini taxmin qiladi va ertaga yo'lga chiqishlarini aytadi. Ertasi kuni safarga tayyorlanisharkan, Oyatilla olisda kimdir kelayotganligini ko'radi. Bu qo'lbola nayza ushlagan va bobigi bilan yurgan qandaydir erkak edi. Uning oldiga borgan Oyatilla unga suv beradi, biroq uning tilini tushunmaydi. Suvning ichi bo'lgan ajnabiy esa Oyatillani itday savalashni boshlaydi. Malika erining oldiga yugurardi, ammo endi kech edi. Ajnabiy nayzasi bilan Oyatillani chavaqlab tashlaydi. Bundan so'ng Malikaning navbati keladi, ammo nayza uning qo'lini yaralaydi xolos. Bolalar oldiga kelgan ona ularga berkinishni buyurib, eshiklarni qulflab qo'yadi. Aka-singillar divan ichiga kirishgach, Malika ularga signal raketasini beradi. O'zi esa pichoq olib vannada berkinadi. Ajnabiy ko'p o'tmasdan ichkariga kirib, yaxtani titishni boshlaydi. Malika esa yaxta teshigidan foydalanib tashqariga chiqishni uddalaydi. Ajnabiy ham ortidan keladi, ammo uni ko'rmaydi. Biroq Bobik uni topib olib, unga hujum qiladi va Malika uni o'ldiradi.
Itining inqillayotganligini eshitgan ajnabiy tashqariga chiqqach, do'sti o'lganligini ko'rib battar tutaqib ketadi. Yaxtdan aylanib o'tgan malika esa yuqoriga ko'tarilib singan oyna oralab ichkariga kiradi. Afsuski ajnabiy uni topib bir zarbada yalpaytirib qo'yadi. Uning qo'lidagi pichoqni tushirib, uni bo'g'ishni boshlaydi. Buni ko'rib turgan bolalari ortiq chidab turisha olmaydi va Sevinch onasi bergan signal raketasini ajnabiyga otadi. Yaxta olov ichida qoladi. Bolalar tashqariga chiqishganlarida malika ortiga qaytib xarita va bir qancha buyumlarni olib chiqadi. Ular halok bo'lgan otalari oldiga borib achchiq ko'z yosh to'kib u bilan vidolashishadi. O'lay demagan ajnabiy ularni ta'qib qila boshlaydi. Yaxta ko'p o'tmasdan portlaydi. Oila kichik sharshara oldida dam olgani to'xtashadi. Sevinch boyagi ajnabiy havo sharlari sabab ularni topgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilganida buni eshitgan Omadbek otasining o'limida o'zini ayblay boshlaydi. Uning bunda aybi yo'qligini aytgan malika bu yerdan ketishmasa, ortilardan kelayotgan ajnabiy ularni ham gumdon qilishini aytadi. Bir necha soatdan so'ng ta'qibchidan qutuldik deb o'ylashadi va yo'lni davom etisharkan, shuncha paytdan beri dengiz qa'rida bo'lgan turli-tuman axlatlarni ko'rishadi. Ular yo'l yurishsa ham mo'l yurib, halokatga uchragan samolyotni topishadi va uning ichida tunab qolishga qaror qilishadi. Tun tushgach, Sevinchniki qistab qolib tashqariga chiqadi va to'satdan ajnabiyning hujumiga uchraydi. Ammo malika xuddi uni kutib turganday unga tashlanadi va uni chavaqlab bor alamini oladi. Sevinch esa uni quchoqlab tinchlantiradi. Tong otgach uning jasadi burdalab tashlanganligini ko'rishadi va yaqin orada qandaydir hayvon yurganligini taxmin qilishadi. Ular ketganlardan so'ng ajnabiyning og'zidan krablar chiqishadi. Ancha yurganlardan so'ng ayovsiz quyosh issig'idan holdan toyishadi. Baxtlarga yo'llardan bir uyum plastik stullar chiqadi va ularni yig'ib, o'zlariga quyoshdan boshpana yasashadi. Tong otgach malika g'alati ovozlardan uyg'onib ketadi va tekshirish uchun tashqariga chiqqanida bir to'da qonxo'r krablar ular tomon kelayotganligini ko'rib dahshatga tushadi. Bolalarni uyg'otgan ayol oyog'ini qo'liga olib qocha boshlaydi. Ular ulkan yuk kemasini ko'rib o'sha tomonga yugurishadi va ekipajning 3 ta a'zosi tirik qolganligini ko'rishadi. Ayol ularga yordam bermoqchi bo'ladi, ammo erkaklar bunga to'sqinlik qilib, krablardan qutulish uchun konteynerlardan birida berkinishadi. Ular yaqin kelishganlarida malika bolalarni konteyner ustiga chiqaradi va o'zi ham chiqayotganida krablar oyog'ini tishlashni boshlashadi. Bolalar bir amallab onalarni yuqoriga chiqarib olishadi. Krablar esa konteynerdagi teshikdan ichkariga kirib, omadsiz ekipaj a'zolarini kechki ovqat qilishadi. Yaralangan oyog'ini bog'lagan malika hushidan ketadi. Bir necha soatdan so'ng o'ziga kelgach, yolg'iz qolganligini ko'radi. Qum bo'ronidan bazo'r ko'rayotgan ayol bolalarni izlarkan halok bo'lgan ayolning qurolini oladi. Onasining qichqiriqlarini eshitgan Sevinch qaytib kelib, yordam izlab ketganliklarini aytadi. Bundan so'ng Omadbek topgan ochiq konteynerga kirib bo'ron tugashini kutishadi. Bo'ron tugagach, boshqa konteynerdagi suvli idishlarni topishadi. Bundan so'ng jasadlar oldiga kirib, to'pponcha va ratsiyalarni olishadi. Malika xaritani yo'qotib qo'yganliklarini xabar qiladi. Javob qaytargan Shamshod unga ham krablar hujum qilganligini aytadi. U shoshilishlari kerakligini, sababi uskunalar suv taxmin qilganlardan ancha oldin qaytishini ko'rsatayotganligini ma'lum qiladi. Ularda bir necha soat vaqt bor edi xolos. U signal raketasini ishga solgach, ona-bolalar o'sha tomonga harakatlanishadi. Ancha yurganlardan so'ng qayerdandir paydo bo'lgan unitazlarni ko'rishadi va Omadbek kulturli bolalar kabi shuncha joy turganida unitazga hojat qiladi. Ular nihoyat suvosti kemasini ko'rishadi, biroq unga yetish uchun ulkan qoyalikdan o'tishlariga to'g'ri kelardi. Ular qoyalar oralab o'tisharkan devorlar titrashni boshlaydi va toshlar qulab, yo'llarni berkitib qo'yadi. Malika bir yon, bolalari bir yon bo'lib qolishdi. Malika bolalarga usiz ketishlarini buyuradi, ammo Sevinch onasini tashlab ketishni istamasdi. Bolalari halok bo'lishni istamagan ayol ortilardan borishga so'z berib, ularni jo'natib yuboradi. Suvosti kemasiga kelgan bolalar Shamshodning qon yo'qotishdan holdan toyganligini ko'rishadi. U uzoqqa bora olmasligini aytib, kemani bolalarga topshiradi. Ortiqcha joy paydo bo'lganligini tushungan Sevinch onasini olib kelish uchun ortiga qaytadi. Malika esa ortidan kelgan krablarni o'ldirish bilan ovora edi. U bir qanchasini o'ldirsa-da, biroq ularning soni juda ko'p edi. Shu damda paydo bo'lgan Sevinch onasiga qo'llarini uzatib chiqishini so'raydi. Malika oyog'idagi og'riq bilan birga bor kuchi bilan yuqoriga tirmashadi va so'nggi damda omon qoladi. Bundan so'ng birgalikda kema oldiga yugurishadi. Omadbek to'pponchani olib tvarlarni o'ldirayotgan edi. Krablar Shamshodning jasadi bilan ovora bo'lishganlarida Malika ham tepaga chiqib oladi. Oila tezdagina kema ichiga kirib, eshiklarni mahkam tambalab olishadi. Bundan so'ng kemani o'rab olgan krablarni tomosha qilishadi. Okean ham o'z joyiga qayta boshlagach, ular o'z joylarini egallab, kamarlarni mahkam bog'lashadi.
Ulkan to'lqinlar kemaga urilishi bilan barcha kuchli silkinishdan o'zini yo'qota boshlaydi. Bir necha soatdan so'ng o'zlariga kelishgach, hali ham tirik ekanliklarini ko'rib juda xursand bo'lishadi. Lyukni ochib tashqariga chiqishgach, to'lqinlar ularni vayron bo'lgan shaharga olib chiqqanligini ko'rishadi. Demakki, ularda tirik qolish va barchasini qaytadan boshlash uchun yana bir imkon paydo bo'lgandi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr.